Bu urush sahnalari aslida qayerda suratga olinganini bilasizmi? Rejissyor Akbar Bekturdiyev suratga olgan O'zbek qizi filmi nafaqat O'zbekistonda, balki Belarusda ham suratga olingan. Bu film O'zbekiston va Belarus kino ijodkorlarining ilk yirik qo'shma loyihalaridan biri hisoblanadi. Ikkinchi jahon urushi davridagi voqealarni iloji boricha tabiiy ko'rsatish uchun haqiqiy o'rmonlar, harbiy texnikalar va maxsus qurilgan dekoratsiyalardan foydalanilgan. Murakkab sahnalarni suratga olishda dronlar, kran kameralar va turli kino uskunalardan foydalanilgan. Jang sahnalari esa kaskadyorlar va ommaviy sahna aktyorlari bilan bir necha bor takror suratga olingan. Ba'zi epizodlarni mukammal chiqishi uchun bir sahnaning o'zi qayta tasvirga olingan. Ekranda atigi bir necha daqiqa ko'rinadigan ayrim kadrlar ortida esa soatlar, ba'zan esa kunlab davom etgan mehnat yotadi. Natijada ekranga oddiy harbiy film emas, balki o'zbek ayollarining Ikkinchi jahon urushidagi jasoratiga bag'ishlangan yirik tarixiy kartina chiqdi. Xo'sh, filmni ko'rgan bo'lsangiz, bu film sizga yoqdimi? Izohlarda buni yozib qoldiring va bizning kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmang.